Men 1 million chetil bilan gija oltida yashab qolishga harakat qilaman. Xo'p, bular yashab qoladimi yo'qmi? Buni bilib olamiz. Sen nima uni o'maryapsan? Pulini olma uni. Bo'lsam bu yerdan keta qolaylik. Xo'p, bular hammasi dam olyapti. Yaxshi. Nimaga o'chirtda turibdi? Shu daraja shirin ovqatmi? Men ham yeb ko'ray. Odamni kim pishiradi? Befarosatlar. Xo'p, assalomu alaykum. Bo'lmasa kim birat? Xo'p, bo'lmasam mashta ularni o'yinni kuzatamiz. Kallasiga kirib qoldi. Ajoyib qo'shilishim so'rayapsan, bo'ldi qo'shilaman. Xo'p, bo'lmasam biz o'yinda davom etamiz. Davay kaptan oshir va men ham oshiraman. Sen ham oshirasan va yana javob qaytaraman. Oshir bachka, oshir. Davay, qizib ketyapti o'yin. Sen meni yutolmaysan. Yo'q, yutolmaysan. Yo'q, baribir yutolmaysan. Yutolmaysan. Charchadim-da. Voy, yig'lama ukam. Yig'lama, erkakmisan o'zi. Mayli, bunaqalarni yo'q qilamiz, jim o'tiramiz. Sizlar ko'rdinglarmi? Bu yerdan ketamiz. Xo'p, bu yerda diskoteka bo'lyapti. Nima? Diskoteka bo'lyapti. Nima qilyapsizlar sizlar? Buncha odam ko'p. Suvdan sakrab ko'rganda men senga ishonaman, sakra. Shundoq sakrayotganda oyog'ing orqaga qilsang kuchli ketasan. Ishonavering. Oppa. Hazillashdim lekin uzr bolalar, menda atayin qilganim yo'q endi. Sen bu yerdan ketishing kerak. Bashiring oyog'imga ketdim. Xo'p, politsiyachilar, yaxshimisizlar? Ha, yaxshi bo'lsanglar zo'r. Bizning zo'r emas, hech kim bizga tega olmaydi. Maladeslar, bratlar, o'zim bizdan himoya qilasizlar. Pul chiqar. Ayshada. Xo'p, bu yerda nima bo'lyapti? Bu yerda odam sakrayaptimi? Yo'q, uni qutqarib qolish kerak. Sakra, men seni ushlab qolaman. Sakra, jimtirlaring hamma. Sakra, sho'qunga e'tibor berma. Sakra, nima sen o'lmading? O'lib ketishing kerak edi. Bo'lay, ketyapman. Ukam bir kelgan senga gap bor. Nima deyapsan? Ukajonim senga gap bor. O'ldirib tashlayman o'zim. O'lging kelyapti deyman-a? Yo'q, men seni o'ldiraman. Qanaqasi o'ldirasan? Bo'pti, Jamila bo'ldi. Kim kelyapti? Boss keldi, boss. Men bossman. Ya'ni men Jumonman. Jumon, qalaysan, yaxshimisan? Yaxshiman, o'zing yaxshimisan? Menga manbalaring aql o'rgatibdi. Ket o'yla, bu bolaga tegmaydi. Tushundinglarmi? Bu bolaga tegmaydi. Opa, brat. Yaxshi, demak, sizlarni kurugiladaman, to'g'rimi? Bizning bu domlar bizga tegishli hisoblanadi. Naqadar isqir joylar. Bu bizning eng buyuk xonalarimizdan biri, ya'ni eng zo'r joy emas. Bardak xona. Pulni yotishini. Bardak xonada bemalol o'tirsang bo'ladi. Bu senga. Rahmat, jigarim. Jumonjon, sen jumonliging bilardim. Ukam, men sen qo'shiq aytib berlarga. Ukamlar tashamagina, bola qo'shiq aytamiz. Qo'shiq muallifi Eldiya. Xo'p, ketdik biz. Eng kuchli klubimiz bor. 1 2 3 4 5 6 8 bizning armiya eng kuchli. Jumon Musur, Jumonni o'ldirish kerak va o'yinda davom etamiz. GTA 6ni bosib oladigan armiya bizda bor. Davay jigarlar, o'ynaymiz. Men eng zo'raman, obuna qo'yinglar. Eldi kanalda tez orada 1000 ta obunachiga erishadi. Xo'p, Brachka, sen dabdila qo'shiq aytding. Boshqa aytma. O'zingdan chiqyapti, Jumon, mayli, xo'p. Bu yerda sen dam olishing mumkin degandim. Shu yerda o'tir. Bo'ldi, yurchi. Bo'lmasam biz yangi quriladigan joylarni ko'rib chiqamiz. Qanaqa quriladigan, tentak bosib olinadigan. Bo'ldi, bosib olamiz. Xo'p, Jumon, qarachi, bular menga qarashlaymi? Seni etkining qilishadi. Bo'ldi, yur bo'lmasam, bolalar. Ketdi, biz bosib olamiz, vaqt keldi. Ukajonim, pulli chiqarmasang o'lib ketasan. Men pulni bermayman senga, yo'qol yaramas. Tushunmadim. Bo'ldi, o'ldirib tashladim uni. Yaxshi o'ldirib tashlagan bo'lsang. Xo'p, seni ham o'ldiraman. Yo'q, bo'ldi, seni ko'rsataman. Yaxshi, kameradan kuzatuv bo'lmoqda. Bizni kameradan kuzatishyapti, janob. Hech nima qilmaydi, jim o'tir. Bo'ldi. Shuncha pul. Endi bu pullarni biz nima qilishimizdan ko'rib olasan. Oppa.
va tugadi. Xo'p, bo'ldi, yordam berdim. Endi tinch qo'yasizlarmi? Tinchgina jo'natib yuboramiz. Xo'p, ketdik. Politsiyachi sohib. Bilatanli, men bilmayman, Eldi bilan gaplashib olaylik. Men assalomu alaykum. Xo'p, ular meni atayin aldashdi. Meni boyligimdan foydalanishmoqchi bo'lishdi. Sen nimaga aldashga harakat qilyapsan? Men seni bilaman. Siz kimsiz? Men Ko'shaqavaki janoblariman. Ko'shaqavaki, Kashlyok. Seni Kashlyok deb chaqiraman. Qanaqa Kashlyok? O'ynashib yuboryapsanmi? Ko'p gapirma. Men advokatim bilan gaplashishni xohlayman. Advokating hech nima qilib bera olmaydi menga. Tushunmadim. Advokat, bu yoqqa kel. Bo'ldi, advokating chaqirayotgan bo'lsang, yaxshi. Obunachilar like bosib tursin ungacha. Xo'p, obunachilar like bosib turinglar. Bizning advokatimiz kelmoqda. Kim bu? Men advokatman. Men boy odamman. Uni qo'yib yuborishni so'rayman. Mana eshityapsanmi? Uni qo'yib yubor va u GTA 6dan ketadi. GTA 6dan ketishim kerak. Bo'ldi, GTA 6dan ketamiz. GTA 6dan ketish kerak u bola. U bolani qo'yib yubor. Yo'q, GTA 6dan oddiylicha keta olmaydi. Buni hammasini keyingi qismlarda bilib olasiz.